Assalomu alaykum obunachilar. Bugungi ishdan boshlab oldik, xudo xolisa. YouTube'dagi obzorimizni oxirigacha ko'ringlar. Yaxshi videolarni qilamiz hozir, xudo xolisa qo'ldan kelgancha. Tak, mashinamiz Kia Sorento 22-chi ishlab chiqarilgan, koreyskiy, 3,5 shayba, 4 ta yangi balon taqilgan, krugoy tonirovka 8 oy ruxsatnomasi bor. Original paroklar qo'yilgan. Mashinamiz idealniy holatda obunachilar. 7 kishilik, 3 ta qatorli oilaviy semenniy zo'r mashina. Benzin tanlamaydi, atmosferniy motor. Abduf, abagrev, head-up display, полоса управления, hamma navorti bor, panorama lyuk. Xullas sizlar nima xohlasangizlar bor mana shu mashinamizda. Avtohold, rul abagrev, hamma navorti bor. Orqalari ham yaxshi holatda turibdi mana. Ko'rsangizlar bo'ladi. 3-qatorlar ham yangi salafanlar yechilmagan hali. Idealniy holatda. Hozir bagajni ochib ko'rsataman sizlarga. Bagaj elektronik bo'ladi. Obunachilar, mashinasiga e'tibor qilasiz, salonda 772 millionligi bu. Bagaj elektronik ochiladi. Mana 3-qatori ham bor. Bolalaringiz orqaga o'tqizib olib, bemalol tog'i poyga ketaverasizlar. Idealniy holatda. Mashinamiz narxi bozor bo'yicha liboy mashinadan arzon bizda. Mashinamiz narxini kelsak, narxini 33,5 ming dollar so'rayapmiz. Yana kelishtirib choynak qilib beramiz. Keyingisi Econox. Mashinamiz 472 millionlik, 23-chi ishlab chiqarilgan, 24,700 km turgan, eng full pozitsiyasi, Abduf, abagrev, head-up display, hamma navortlari bor. Mashinamiz navortiga kelsak, oldiga original tumanka qo'yilgan. 4 ta yangi balon taqdi mashinaga. Tonirovka ruxsatlari 3 oy bor. Xullas, salonlari idealniy holatda mana. Pandora pult qo'yilgan 400 dollarga. Buni Amerikadan turib boshqarsangiz ham bo'ladi. Bemalol zavat qilib motorni anaqadan ishlatib o'tirsangizlar bo'ladi obunachilar. Orqalari ham matvi bo'lib turibdi, qirilgan, sirilgan joyi yo'q. Bemalol ko'rsatib, tekshirib olaverasizlar. Toshkent shaharning mashinasi. Orqa qalampirlar ham qo'yilgan. Yaxshi chiroyli bo'lib yonadi. Idealniy holatda. Mashinamiz 23-yil, 24,700 yurgan, narxi kelishgan holda. Kimga kerak bo'lsa, o'z nomerimiz pastda turadi, narxlari bo'yicha gaplashaveramiz. Keyingisi yana Econox. Bunisi 31 ming yegan edi, bu baraka bo'ldi. Buni 4 ming dollar navorati bor edi. Keyingisi yana Econox 472 millionlik. Eng full pozitsiyasi 43 ming km yurgan. Eng hamma joyi toza. Ortiqcha navorati yo'q. Zavodskiy holatda, tonirovka ruxsatnomasi bor. Bo'ldi, qolgan joyi zavod holatda. Kraskalar toza, salonlari matvi bo'lib turibdi. 43 ming yurgan, 23-yil, 472 millionlik varianti. Idealniy holatda obunachilar. Orqa qismlariga kelsak, orqalari ham yaxshi holatda mana. Orqalari ham zo'r holatda turibdi. Mashinamiz shaharda yurgan, bu ham idealniy holatda. Buni ham narxi kelishgan holda. Keyingisi Trailblazer. Mashinamiz 20-chi ishlab chiqarilgan, 56,700 yurgan, 4 ta diskay balon yangi qo'yilgan, yaxshisidan. Oldinlari ham mana yaxshi holatda turibdi. Kapotida tosh tekkan joylari yo'q. Idealniy holatda. 20-yil, 56,700 yurgan, 4 ta diskay balon qo'yilgan, poni shumka bo'lgan, to'liq mana obunachilar. Tonirovka ruxsatnomasi bor. Idealniy holatda, salonlar ham mana matvi bo'lib turibdi. Qirilgan, sirilgan joyi yo'q. Bemalol ko'rsatib, tekshirib olaverasizlar. Narxi zo'r narxda obunachilar, offroadlarga 7 kishilik oilaviy semenniy zo'r mashina. Bu ham orqalari bejli kojiniy salon bo'ladi, 3 ta qatorli. 3-qatori ham bor. 3-qatoriga ham konditsionerlar, hamma narsasi keladi. Oilaviy yurishga, offroadlarga, tog'larga, bet-betlarga yurishga ham yaxshi mashina, shumka bo'lgan. 4 ta diskay balon, 20-yil, 56,700 km yurgan. Kraskasi mana shu joyda bitta petnosi bor mana. Mana shu joyda bor. Ichiga o'tmagan, bemalol tekshirib olsangiz bo'ladi. Mana shu joyda petnosi bor, bo'ldi. Qolgan joyi top-toza, idealniy holatda. Bu mashinamiz ham narxi ham kelishgan holda qilib beramiz, pastda nomer qoldiramiz. Kimga shunaqa mashinalar kerak bo'lsa, Sanjar Avtoga murojaat qilasizlar. Sotiladigan mashinangiz bo'lsa, Tahoe, Travis, Econox, Malibu, Kia'lar bo'lsa, naqd pul tikon olib qolamiz. Sotib berish xizmatimiz ham bor. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.